gapiring. Eshitaman. Assalomu alaykum. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Hujjatlarni taqdim qiling deyapman men. Assalomu alaykum, o'zingizni Hujjatlarni tanishtiring. taqdim qiling deyapman. O'zingizni tanishtiring. Tushunmadim. Hujjatlarni taqdim Nima o'yinchiga o'xshayapmanmi sizga? Hujjatlarni taqdim qiling. O'yinchiga o'xshayapmanmi? Hujjatlarni taqdim qiling. Qanday o'qingda gaplashyapsiz? Men fuqaroman. Siz davlat shunday vakolat berganmi shunaqa gaplashish uchun? Ha? Sizdan so'rayapman. Qayerdan chiqib kelganmi? Aka bo'ladi, aka bo'ladi. Tushunmadim. Qayerdan chiqib kelganmi? Nimajon, katta sizdan so'rayapman. Men sizdan tushmayman, men majbur emasman tushishga. Eshigimni yopasizmi? Eshigimni yoping, hurmatli inspektor, iltimos sizdan. Eshigimni yoping deyapman. Eshigimni yoping. Tusholmayman, sabab Hujjatingni taqdim qil. nima qilay? Sensiramay gapir, kimsen? Sensiramay gapir, kimsen menga? Bir-birda nom berib qo'yibsanmi? Mana shunaqa kelyapsan-ku. Sensiramay gapir deyapman. Davlat senga shunday vakolat bergan. Kelyapsan deyapman. O'qiganmisan? 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 Men senga savol beryapman. Ha? Qara, senga ko'rsatmagan menga ko'rsatadimi? 1 minut to'xtab turinglar. Menga xudo ko'rsatsin. Ha? Nima qilsin? Nima qilsin? Yo'q, davlat shunaqa vakolat bergan, menga xudo ko'rsatsin deb. Davlat mana bu yo'q, 1 minut kattajon. Mayli. Xo'p, men qarang. O'zingizni tanishtiring. Ismingizmi? O'zingizni tanishtiring. Meni ismimga qiziqmang. Men hujjat Siz men bilan dalchi bo'lishga ketyapsiz, men siz bilan dalchi xohlagan joyingizgacha borasiz. O'zingizni tanishtiring dedim. hujjat taqdim qil. O'zingizni tanishtiring. Shahardan chiqib kelyapsiz. Mayli, o'zingizni tanishtiring, davlat tomonidan berilgan. Gap eshitting, menga O'zingizni tasdiqlovchi hujjatingiz udashtiring. Men sizdan savol men beraman. gap eshitting. Men eshitmayman, majbur emasman To'g'rimi? sizga. Chiqib kelyapsiz. Men sizga savol beryapman. Aka, sendan chiqqan bir marta xo'p, Men sizga savol beryapman. Tushunyapsizmi? Aka, men Qalqonovlardanman. Qaysi Qalqon? Ulug'bek akami? Men Qalqon, men qiziqmagan kimdanligim. Xo'p, Qalqon Men sizga savol Biroz beraman. aytsaydi-ku, Qalqon. Iltimos, hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Men mashina bilan tushib keldim oldingizga. Men qarang, yaqin bitta narsa. Xo'p, yo'q, aytmang menga. Yo'q, menga hech narsa eshitib xohlamayman. Sizdan hujjat so'rayapman. Men eshitishni xohlamayman. Xo'p, aka shuni Akajon, yo'qmi deb menga o'zingizni tanishtirasizmi yo'q? kechiraman deb hujjatlar O'zingizni tanishtirasizmi yo'q? iloj bormi? Tanishtirmaysiz. Hujjatlar berish iloji bormi? Bosh tortyapsizmi o'zingizni tanishtirishdan? Hujjatlar berish. O'zingizni bosh tortyapsizmi tanishtirishdan? Siz hujjatlar bermang. Men sizga savol beryapman. Yo'q, bosh tortyapsizmi? Hujjatlar bermang. Bosh tortyapsizmi menga o'zingizni tanishtirish? Hujjatlar bermang. Hukumatda so'rashing. Hujjatlar bermayapsiz. Men hujjat taqdim etaman sizga. Olib keling. Men o'zingizni tanishtiring. Men mashinadan tushib kelyapman sizga. Xo'p, hujjatlar bersangiz bo'ladi. Men majbur emasman sizni oldingizga tushib kelishga. O'zingizni tanishtiring deb men sizni oldingizga tushib. Men majbur emasman. Men majburman. Ha, davlat shunday vakolat berganmi sizga? Men majburman. Mana formani berib qo'ydim sizga. Siz bir minut tegmay turing. Men qarang, to'xtatib hujjat so'rayapmanmi? Men to'xtatib, men sizni aka men aqldan o'zgarib turganman. Men mana shu formani kiyib yurishga men ham aqlim yetadi, men ham haqli. Ulug'bek aka meni ustozim bo'ladi, Qalqondan o'tasiz. Aka u ishingizni qilmang. Birinchi so'rang, surishtiring, kelyapti, aytyapti, o'zimizdan bo'ladi, teginma deyapsiz, nima uchun gapini qilyapsiz? Men qarang, ana bo'ldi, qarab saat nomiga bersangiz. Xo'p, akajon, qarang, chora bo'yicha men qonun hamma uchun bir. Gap eshitding, ana bo'ldi, qarab nomiga hujjat hozir aytadi. Aka mana shu katta sizdan gaplashamiz. Ismingizmi? Kamronbek meni. Kamron, men bitta narsa eshitdim. Ulug'bek ustoz meni oxirigacha eshitdim qachon. Shunday nomiga hujjat ber. Men mana oldiga nomga qarang, yurgirish kelyapti. Hozir sizni qo'yib bersam, xo'p, keyin aytadi. Aka nima uchun mana qo'yib berasiz? Og'ayinda sizga. Akajon, o sizni ishingiz, siz основание so'rab oling. Agar men ishim bo'lganda men joyiga men основаниесini mana narsasini keltirib beraman. Chunki men o'qiganim bo'laman. O'zingiz ehtiyot qiling katta. O'ynaganman. O'zingiz ehtiyot qiling, gaplashamiz. Ismingiz nima sizning? Dilmurod. Gaplashamiz Dilmurodga. Xo'p. Bo'ldi, men bitta gapiraman. Bo'ldi, xo'p. Mayli, men o'chiraman. Men o'chiraman. Men bitta gapli odamman. Unda ikkita gapirmayman. Aytganimda. Men o'chiraman, men sizga aytyapman. Men gapimga soответствие qilgan bo'laman.